Assalomu alaykum. Aziz obunachilar, mana Gazabuluk muxlislari. Bir joyda ikkita katish, bunaqa setka hozir mana qoldig'ini ko'rsatyapman. Mana shuna setka tashlab ketishyapti. 4 qatoriga bitta setka tashlab ketishyapti. Sizlarga bitta obzor qilib yuborak. Bir joyda ikkita katish ekan. Xo'p. Bu joyimiz 216 kvadrat joy. Mana 216 kvadrat joy. Xo'p. Bu endi yotoqxona bo'ladi. Bu endi o'rtasidan bo'ladigan bo'lsa dush, hammom. Bu endi mehmonxona bo'ladi deyishyapti. Dush, hammom yana bor, sanuzullarigacha. Narigi tomon ham misol zal, xolasa yotoqxona, bu joyda oldida koridor bor. Shunaqa narsalarni qilgan joylari bor. G'ishlari bizni urushyapti. Mana g'ishlari biz olib kelib mana yerga tashlashib ham qo'ygan. Joylarini qilib ustalar o'zlari urushyapti. Mana bir chiroyli qilib sizlarga obzorini qilib beray degan maqsadda bir video olib mana shu Gazabuluklarda Farg'ona viloyati Toshloq tumanida Zargen shaharchasidan chiqarilyapti. Zargen nomer 1 Gazabuluk nomlangan. Ishlari bizni kamko'sini bilish maqsadida kelib, ustalar bilan bir suhbatlashdik. Mana shu narsani obzor qilib sizlarga bir ommani oldiga bir ko'rsatishga harakat qildik. Xudo xolasa ishlari bizdan behijolat. Ishlarini biz ham chiroyli chiqyapti. Kimga shunaqa ishlar kerak bo'lsa, Gazabuluk ishlari kerak bo'lsa, aytaverasizlar. Xudo xolasa vodiy bo'ylab xudo xolasa dastavkasini qilib beramiz. Hozirgi narxlar bizni so'raydigan, hamma narxlarga qiziqadigan insonlar bor. Narxlari biz xudo xolasa joyida 17 ming so'm. Dastavkalari bilan xudo xolasa kelishgan holatda chiroyli qilib qo'yib beramiz. Mana akalar. Yangi tonglaring muborak bo'lsin. Hammaga omad.